12 360 yurishi mumkin emas deydigan akalarimizga xolis akamiz videoga chiqishni xohlamaydi. Aka necha kilometr yurding dedingiz? 360 yurdim-da. Xolislikda 360. Bitta zapravka necha pulga zapravka qildingiz? 90 mingga qildim. Aka 4 ta zapravkadan keyin oldimizga Tixotga keldilar. Ya'ni 360 kilometr yuryapti ekan. Aka ahamiyat berasiz 12 avtomobiliga metan ustonovka QR kodli bo'lgan ballonlarda ustonovka qilib berdik. Biz reallikda video olamiz. Mana ahamiyat bering 25 Jizzaxdan bo'lalar. Bu tomonda MSM variantiga ham xuddi shu xizmat, kamida 300 kilometr yuradigan xizmat, ya'ni metan ustonovka qilib beramiz. Kia Tracker avtomobiliga ham 500 kilometr yuradigan xizmat, ya'ni propan ustonovka qilib bermoqdamiz. Aka biz reallikda video olamiz. Bu aka misol bizni tanishimiz emas, yo qarindoshimiz emas. Shunda keldi, biz Tixot qilib beryapmiz, yana bir boltlarni tortib qo'yish kerak. Shu holatda 360 yurdim deyapti. Endi bilmayman, endi sizniki moshinangiz qanday 200 kilometr yuradi. Ko'pchilik negativchilar bordi. Bu videoni maksimum propan va metanni sifatiga qiziqadigan akalarga yuborib qo'yamiz. Sifatli xizmat kerak bo'lsa obuna bo'lamiz, kuzatishda davom etamiz. 24 ga yetib kechqurun bo'lsa-da ustonovka qilib beramiz. Farz pula tutgan holatda akkuratlik qilib, ish sifatini yubilerni holatda qilib ishingizni bitkazib beramiz. Tanlovda adashmaymiz. Kuzatishga davom etamiz, obuna bo'lamiz.